Qalampirmunchoqni bugundanoq ichishni boshlashingiz uchun 10 ta sabab. Birinchisi, oshqozonning dam bo'lishini ketkazadi, ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi. Ikkinchisi, tarkibi antioksidantlarga boy bo'lgani uchun immunitetni oshiradi, infeksiyalar bilan kurashadi. Uchinchisi, antibakterial xususiyati. Og'iz bo'shlig'i stomatitlari, milklar qonashini, og'izdan badbo'y hid kelishini davolaydi. To'rtinchisi, qalampirmunchoq damlamasi mushaklardagi, bo'g'imlardagi og'riqni kamaytiradi. Beshinchisi, qondagi qand miqdorini tushiradi, insulinni normallashtiradi. Oltinchisi, uyqudan oldin ichilsa uyquni yaxshilaydi, bosh miyani dam oldiradi. Yettinchisi, jigarni har xil zaharlanishlardan tozalaydi. Sakkizinchisi, nafas yo'llarini ochadi, balg'amni yumshatib chiqishini yaxshilaydi, shamollashlarga shifo. To'qqizinchisi, teri xususiyatini yaxshilaydi, toshmalarni ketkazadi. Va oxiri 10-si, tanaga quvvat beradi, organizmni yoshartiradi. Saqlab qo'ying.